Janoza. O'zbek xalqi og'ir judolikka uchradi. Afsuski, el ardog'idagi taniqli inson bugun tongda vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonning sobiq suv xo'jaligi vaziri olamdan o'tdi. Davlat va jamoat arbobi, mehnat faxriysi 1989-1996 yillarda, melioratsiya va suv xo'jaligi vaziri 1996 va 1997 yillarda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari bo'lib faoliyat yuritgan. Rim Abdullayevich Gniyatullin kecha 19 aprel kuni 83 yoshda vafot etdi. Gniyatullin 1943-yil 18 sentyabrda Jizzax viloyatining Zomin tumanida tug'ilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Gniyatullinning vafoti munosabati bilan uning yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiradi, deyiladi xabarda.